Yo, xudoyim janob. Buni kimligini bilasizmi? Bu odam ajoyib tryuklar bilan skotchu va yangi taomlarni zo'r tayyorlaydi. Ammo hamma odamlar ham uni topib yolmagan. Rostdanmi? Demak, uni topishga omadimiz kelibdi-da. Siz bu yerda nima qilib yuribsiz, janob? Axir sohil bo'yida odamlar juda ham kam bo'ladi-ku. Shunchaki ertalab uyg'onib, plyajda meni siz kabi ikkita chiroyli juftlik kutyapti degan fikrlar kelishni boshladi. Eng mazali taomingiz qaysi? Bu yerdagi hammasi mazali. Bemalol tanlayvering. Yo, xudoyim, bular biron mazali ko'rinyaptiki. Men tuxumli yo'q, shoshmang. Yoki qovurilganmi? Ularning hammasi juda ham zo'r, qaysi birini tanlashni bilmayapman. Avval buni hazil deb o'ylagan edim. Siz menga ikkita gamburger sotsangiz, bir kunlik oyligimni to'lab beraman deb aytgandingiz. Unga maxsus kunni yaratgim keldi. Agar meni siz chaqirganligingizni aytganimda, undan-da xursand bo'lib ketgan bo'lardi. Buni aytib maqtanish biroz o'rinsizdek tuyuldi.